Assalomu alaykum. Vodiy Chorva kanalimizning ashaddiy obunachilari, qo'yishqozlari, mana shunday bir dona liniyaligidan yetib keldi. Xohlasa, o'zimizning xonadonimizda dayamlar bilan video obzorini qilib beramiz. Assalomu alaykum obunachilar. Qo'ydi, bir dona keldi. Xohlasa, zo'r keldi. 7 oylik qo'zi. 7 oylik qo'zi. Quloqlar 20 plus, garbonoslar ham zo'r. Kallani qaranglar obunachilar. Yuraligiga ushlab turish ham qiyin bo'ldi. Qo'ydi mana shundaqa Bo'y 85. tozasidan. Bo'y 85. Bo'ylar 80. 20 plus. Garbonos. Hamma tomonlar. Hamma tomoni mana dumbalar ham. Kastaklari ham Ochiq dumbadan mana obunachilar mana. Qo'ylar qo'y o'ta zo'ridan o'ta niyabishnisidan kelgan obunachilar. Mana. Dada endi buni narxini nech pulga beramiz? Buni oxiri bizga ham dollarda kelgan 700 dollarga vodiy bo'ylab Toshkentga olib beramiz. 700 dollarga obunachilar vodiy bo'ylab Voha tomonlarga ham kelishgan holda chiroyli qilib dastavkadan ichida qilib beramiz xolos. 7 oylik qo'zi bo'yi 85 obunachilar, xudo xolsa 1 metrdan o'tadi 1 metrdan da xohlasa. Nimaga 7 oylik qo'zida bu? Hali 2 kishi o'tadi, 4 kishi o'tadi bu. Xudo xolsa laykni bosib, kommentlarga yaxshi fikrlar qoldirib turaverasiz obunachilar. Videolarimiz shu yerda nihoyasiga yetdi. Sog' va salomat.